Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlar Muray Qadar xayriya jamoasi olarak mazlumlarni, chodirlarda yashayotgan, og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga o'z yordam qo'llarimizni ulashtirishda davom etyapmiz. Va albatta bu narsaga Alloh taoloning fazli va rahmati, so'ngra ehsonkor aka-uka opa-singillarimizning yordamlari bilan muvaffaq bo'lyapmiz. Bugun ham ko'rib turganinglar ushbu mashinalarda mana shu chodirlarda yashayotgan mazlumlar uchun toza ichimlik suvlari quyib beramiz inshaalloh. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin va mana bu faqirlarni quvontirayotgani sababli Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlari bilan mukofotlasin. Albatta bu yerda chodirlarda yashayotgan mazlumlarni toza ichimlik suvlariga juda ham katta ehtiyoji bor. Bizlar ham shu sababli ularga mana shu ehtiyoji bo'lgan narsalarni ulashishda, yetkazishlikda davom etyapmiz inshaalloh. Agar sizlar ham mana shunday chodirlarda yashayotgan mazlumlarga, muhtojlarga o'z yordamlaringizni ulashtirsanglar, bizni aloqa manzilasiga chiqishlar mumkin inshaalloh. Yalla bismillah. Albatta mana shu chodirlarda yashayotgan mazlumlarni nonlarga yoki toza ichimlik suvlariga yoki yordam paketlariga ehtiyoji juda katta. Bizlar ham shu sababli Muray Qadar xayriya jamoasi olarak mana shunday mazlumlarga yordam qo'llarini cho'zishlikda va sababchi bo'lishga davom etyapmiz. Albatta bu yordamlarni ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimiz ulashtiryapti. Bizlar faqatgina sababchi bo'lyapmiz. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin va mana shu faqirlarni, mazlumlarni mana shunday toza ichimlik suvlari bilan, taomlar bilan taomlantirayotgani sababli Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlarini rizqlantirsin inshaalloh. Alloh taolo sizlardan bizlardan qabul qilsin.